Assalomu alaykum bekanjon kuzatuvchilar, e'tiboringizga hozirgi kunda Dongfeng 08'larimizni yangi versiyasi kirib keldi. Bu barchasi 2026-yil. Xudo xolasa buni rus kassasi ham chiqdi. Faqat rus kassasi 200 dollarga qilib berilyapti, lekin salon tomonidan hali qilib berilmadi. Xo'p, mashinamiz hozirgi kunda oq oranjiviy, oqqa qora hamda oq oranjiviyda elektridan nalichada sotuvda tayyor turibdi do'stlar. Xo'p, mashinamizni qator ko'rsatib o'tamiz. Bu eskisidan farqini aytib o'tamiz. Oldi faralari juda ham chiroyli ishlangan. Oldinga qaraganda keyin partnuliklari biroz ko'paytirilgan. O'rtada Dongfeng logotipi eskisi yonardi. Hozirgi kunda yangisi yonmaydigan bo'ldi. Ko'pchilik aytayapti, oranjiviydan ko'ra qora salon yaxshi deganlar. Yana qora salondan emas, usti oq, ichi qora salon. Xo'p, diskalarga ham baho beramiz. Diskalar juda ham chiroyli qilingan. Spisa diski deb qo'yapti hozirgi kunda bu mashinamizga. Haydov jihatdan, yurish jihatdan lip motor bilan taqqoslasak ham bo'ladi. Mashina kengroq, orqasi sakramaydi, ya'ni yurganda sakratmaydi. Bunday panorama tomlari hamma narsasi bilan tayyor. Bu bitta masajligi. Bundan full bo'ladi, faqat orqa o'rindiqda ham masaj qo'shib qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, buni Max bilan farqi ko'rayotgan bo'lsanglar, mayda eshik knopkasi bo'lardi, hozir bunisi yo'q. Eshik knopkasi bu yoqqa o'tadigan bo'ldi. Bu yerdan xunachasi bo'lardi, bunisi yo'q bo'lgan. Hop, mashinamiz ichki holatida bas idealni mana o'zini mana qattiq poylar bilan tashlab qo'yilgan. Mashinamizga 1 yil garantiya beriladi. Ruskasi qilinmagan qora salonlarga hozirgi kunda nalichada turibdi. Zaryadniklari eng originali Dongfeng o'ziniki. Hop, mashinamizni aytadigan bo'lsak, yana o'zgarishlari bu yerda xoladennik esinglarda bo'lsa harakatlanardi. Hozirgi kunda xoladennik harakatlanmaydi bo'lgan. 19 kilometr masofani bosib o'tgan avtomobilimiz yangi. Keyin funksiya qo'shilganlar, bu yoqqa parod yaxshi, mana bu qo'shimcha jihozlar chiqadi. Eskisida u narsalar yo'q edi. Hozir yangisida shu narsalar qo'shilgan. Mashinamiz keyin bunday programmalari yangicha versiya bo'lgan, versiyasi ko'tarilgan. Xo'p, mashinamizda monitor tablosi faqat ustkiroq bo'lgan, bunisi displey kattaroq bo'lgan. Deb qotmaydi uncha-munchaga, buzilib net qolish ehtimoli ham anchagina kamaygan. Xo'p, orqa qismidagi farqlarni sanab o'tadigan bo'lsak, orqa qismidagi farqlarda xo'p, barcha eshiklarimizni ochib yopish uchun mana qadar rusni avarinniy deb qo'yadi. Mana shu yerda ochadigan holat ham bo'lingan. Keyin bu yerda eshik knopka, xabarlar bo'lsa, buni oldingizda parda bo'lardi. Hozir pardasi yo'q bo'lgan. O'rniga oynasi qoratirib qo'ygan, tonirovka qilib qo'yilgan. Bu yerda monitor elektronik, xoladennik harakatlanmaydi. O'rniga shu yerdan mana tortamiz bo'ldi mana. Oldingizda bunday harakatlanadi. Tez buzilib qolish ehtimoli ham bo'layotgan edi, shuning uchun shu holatda qilib qo'yildi. To'g'ri buzilmayapti, o'rtada xoladennik shu yerda poli yo'q bo'lib qolib, bu yoqacha g'alatiroq noqulaylik bo'ldi. Atamankalar bor, haydovchi sidinida masaji bor, bunday panorama. Plus mashinamiz narxi 32.300 dollar deyapmiz. Hozirgi kunda nalichada bor. Bagajlarni ham ochib ko'rsatamiz. Oq qorasi bu. Oq oranjisi ham xuddi shunaqasidan bor. Orqa kamerasi ham bitta berdi, tepada yana bittasidan bor, ya'ni ikkita kamera bor. Mashinamiz hozirgi kunda nalichada turibdi. Ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi, albatta. Mashinamizni sizlar xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bagajini ochyapmiz, mana. Tep qolmaydi ekan, yaxshi tep qo'llarni qo'rqib turganmi? Dongfengda o'zini zaryadniga do'stlar. Orqasi yotgan holatda shunaqa katta bagaj bo'ladi. Bemalol xarid narsalar solib qo'ysanglar ham bo'ladi. 1.5 turbo. Mashina 2025-yil, 2026 restyling deb atalyapti. Plus mashinani hamma narsasini tushuntirib, cho'tki qilib sizlarga topshiramiz. Hozirroq ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilinglar do'stlar. Mashinamizdan 5 dona bor. Elektrdan ham bor 1 dona. Mana ko'rasizlar, ketishimga mashinada qulflandi. Bu ham oq qorasi, bunisi oq oranjivisi, bunisining kalti hozir safety degan, shuning uchun olmadim. Bitta kaltini oldik, xolos edi. Hop, oq oranjisi mana ichlarida ochroq oranjiy bo'lgan. Eskisi qizil sifatroq bo'lgandi. Xulos ko'ram, bunisilar ham nalichada bor. Oq rangni so'rashyapti, oqidan qolmay qoldi. Hozir oq oranjivisidan bor, oq qorasidan nalichada bor. Do'stlar, ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qiling, xudo xolasa ushbu avtomobil sizniki bo'lishi mumkin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar do'stlar. Bugungi obzorimiz shu Dongfeng 08'lar bo'yicha edi. Mashinamiz mana nalichada tayyori bor. Xudo xolasa mashinamiz birinchilardan xarid qilsalar bo'ladi. Eng qizig'i, mokriy rangimiz ham kelyapti.
S07 215 Max 27400 dan xarid qilsa bo'ladi. Depal 215 Restalning mokri rangi. Ya'ni Xitoy tilida Huisida deb qo'yadi. Huisida ichi oranjisidan nalichada kelmoqda. Xudo xolasa 10-15 kunda mashinamiz tayyor bo'ladi. Zaklat berib qo'ysalar bo'ladi. Mashina ishonchli. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir bu yerdan 3 dan kun sotdim. Biz 12 ta kelgandi. 3 dan kun sotgan bo'lsak, 9 tacha avtomobilimiz nalichada qoldi. Hozir ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilinglar va xarid qilishga yurib qolinglar. Mana hoji akalarimiz mashina ko'rishyapti. Hoji akamiz mashina ko'ryapti. Xudo xolasa mana shu mashinadan baraka bo'ladi deb umiddamiz. Bemalol ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Ushbu mashina haqida batafsilroq ma'lumot beramiz. Hozir video qisqa bo'lib qoldi. Aksiya video chiqarmayotgandik. Iltimos qildik va video chiqarishga harakat qildik. Bizni uzoqlashmay kanalga obuna bo'lib qo'yish, like bosish esdan chiqmasin. Ko'rganda ko'rishguncha do'stlar. Sizlar bilan Bekzodbek. Index bozorda boshqa mashinalar narxini ham asta-sekinlik bilan ko'rsatib o'tamiz. Bitta xitoylik akalarimiz o'zlarining sotib o'tiribdi. Bunaqa Toyota'lar ham kelgan, bularni ham sekin narxlarini chiqarib boramiz keyingi videolarimizda. Salomat bo'linglar, charchamanglar.